Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Andijon viloyati Shirmonbuloq mafeydagi 10 sonli kontirdamiz. Kontirga chisnoy, sarimsoq piyoz ekilgan. Kontirda maydoni 4 gektardan iborat. Bo'yi 600 metr, eni 93 metrga, bir tomoni 77 metrni tashkil qiladi. Hozirgi kunda sarimsoq piyoz o'simligi parvarishlanmoqda. Hamma agrotexnik tadbirlar o'tkazilgan. Kechagi yomg'irdan keyin dalaning ichi loy bo'lib ketgan. Shunga hozirgi paytda yer egalarini ko'rish imkoniyati yo'q. Ushbu kontirda hozirgi kunda 20 ta dehqon xo'jaligi faoliyat ko'rsatmoqda. Ikkinchi ekinga ham serdaromad qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha Aloqa bank bilan hamkorlikda amalga oshirilib kelinmoqda. Loyihaga Farovon texnika lider tadbirkor ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.